hatto bir baho ham qo'ygan. Onam majlisga borganda shu haqida aytgan. Onam meni urishmagan, aksincha, demak bolam boshqalardan ajralib turar ekan. Hatto 2 emas, bir bahoni qo'yibsiz degan deydi xonanda. Xonanda oilasidagi moddiy qiyinchiliklar sabab Rossiyaga ishlagani ketgani haqida so'zlab berdi. Rossiyaga ishlashga ketganimda kollejning 1-kursini tamomlagandim. O'qituvchilar bilan gaplashib, pulni berib, 2-kursni umuman o'qimaganman. Ishlashga ketishimning asosiy sababi pul bo'lgan. Oilamiz ancha qiynalib qolgani uchun ketishga majbur bo'lganman. O'sha payt oyiga $200 olishim haqida aytishgandi. Boshida pulning bir qismini berishgan, ammo keyin umuman berishmagan. Uyga umuman pul jo'natmaganman. Arang 1 yil va 2 oydan keyin O'zbekistonga qaytib kelganman. Men ham ko'pchilik qatori Rossiyada qurilishda ishlaganman. Yosh bo'lganim uchunmi, qiyinchilik unchalik sezilmagan. Men binolarning sim karkaslarini o'qirdim. Ish paytida qo'shiq aytib o'tirsam, yonimdagilar xonanda bo'lasanmi, nega bu yerlarda yuribsan deb ko'p so'rashardi.